Nimani hidi keladi dadaysdan? Molda. Molda hidi keladi. Qani? Nimani? Sigaret. Sigaret? Sigaret hidi keladi. Imona. Ter. Nimani? Gel? Ter. Terda hidi keladi. Azizlar, ko'rdingiz bu holatda. Bu holatga nima deyish mumkin? Birinchidan, bu ota-onalar juda noqulay ahvolga soladi. Chunki bu video tarqalgandan keyin o'sha territoriyada, o'sha tuman, viloyat kerak, biz hammasi taniydi ular. Xijolatchilik. Ikkinchisi, xo'p, nima bo'libdi? Shular terlab pishib, ishlayman deb har xil holatda uyga keladi. Uni yosh bolalar endi baribir sezadi. Misol uchun moliga qarab kelishi mumkin. Bozorda ishlab, issiq kunda terlab kelishi mumkin. Nima u? Ikkinchisi, o'sha yerda otasi yo'q, dadasi yo'q, ular qanaqa ahvolga tushadi? Qanday holatga tushadi? Xijolatchilik, o'ksinish degan narsa bo'lmaydi. Bu opaga nima deyishga hayronman, lekin men o'ylaymanki, bu otalar, dadalar topgandan keyin yozinglarchi, opadan nima hidi keladi endi.